Kutilmaganda yer silkinishi sodir bo'ldi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Bugun 29-mart kuni Myanmada 5.1 magnitudali yer silkinishi qayd etildi. Bu haqda Yevropa O'rta Yer dengizi markazi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, yer silkinishi epitsentri poytaxtdan 19 km janubiy-g'arbda joylashgan. Jabrlanganlar yoki vayronagarchilik haqida hozircha ma'lumotlar berilmagan. Ko'plab odamlar allaqachon uy-joylardan ayrilishgan. Silkinishlar 10 km chuqurlikda sodir bo'lgan. Mutaxassislarning fikricha, shaharda 5.5, 5.7 magnitudali yer silkinishi 4 kundan 6 va 7 kungacha davom etishi mumkin. 28-mart kuni ertalab Myanma hududida 7.4 magnitudali yer silkinishi sodir bo'ldi. Myanmadagi yer silkinishi oqibatida Mandalay tarix saroyi qisman vayron bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Myanmadagi yer silkinishi oqibatida 1000 dan ortiq kishi hayotdan ko'z yumgan. Silkinishlar Xitoy va Tailand, Vyetnamda ham sezilgan. Bangkokda qurilayotgan binolar qulab tushgan. 10 kishi hayotdan ko'z yumgan. Kamida 50 kishi jarohat olgan. Tailand hukumati mamlakat poytaxtida favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.